Assalomu alaykum. Hozir bizga kerakli bo'lgan 3 приложениyani telefonimizga ko'chiramiz. Birinchidan bu namoz kitobi. Bu yerda namoz turali bizga kerakli bo'lgan darat jana duolar, surolar bardigi tapa olasizlar. O'qilishu, Nusrat O'rming ko'rgazib berilgan daratni olishu, namozni o'qilishu juda foydali приложение. Aniqdan baringizlarga ko'chirib olishingizlarga sunuштайм. Jana shunday bu yerda namoz turali videolar bor ekan. Bassangizlar shunday men hozir o'zimning nimamga kirib ketdim. Kanalimga sizlarga da qatnashib ketingizlarni aytaman. Ikkinchi bizga kerakli bo'lgan приложение bu Nasat Media приложениyasi. Bu yoqdan ko'chirib olamiz. Agarda Android bo'lsa Google Play'dan, alami iPhone bo'lsa App Store'dan. Ko'chirib olgandan shart aniqlovni bassangiz, bu yerdan galaksiyani ko'yib qo'yishingiz kerak. O'shanda siz qaysi shaharda, qaysi regionda bo'lsangiz, o'shal yerdan vaqtsin, namoz vaqtlarini ko'rsatib beradi. Shul yoqda o'zin bassangizlar, shunday Qur'on bor, namoz kitobi bor, qazo namozlarda o'quvchi bloknotlar bor. Shunday funksiyasi bor ekan, qibla nuqta. Uchinchi приложение elektronniy tasbih приложениyasin ko'chirib olasizlar. Qalagan chaqtirib ko'chirib olib qo'llanasizlar.